shirin. Orzu qilib urar yuraklar, yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Bolaligu diydor shirin, orzu qilib urar yuraklar, yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Sinfdoshlar, hayır so'zin aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır so'zin aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır so'zin aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır so'zin aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sorgun bolsun hammamizga da. Yüzlüklarda da oturganmızlar ya. Safarda küçük adamlar on bolsun, Qaraqalpaqqa okugan yerine Hindit kanın tamga yine kirsen, adamlarga gül tutsun, şunday юбилейлerde oturup несібет ебесін hammamizga bir daha. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще
встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Yüzünlüklerde de alışverişlerimiz. Мне звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усяду с дома. Напишу, о чем мечталась, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Ya tanımadım. Gitsen burası. Герой. Jubileyleriniz kutlu olsun, amaçlıq meni her yılı jetire birgey ballarım. Daim uzak yaş, uzak ömür bergey, hoşluğallarınız meni hoşa qargaysılar, ösürüp atan kızlarınızın kızıklarını tengdey körgeysler. Daim yine bir 40 yıllıklarınızda şuraya bereyik bizlerden jetirgey. Kalay hamma yaxşımızlar, Ramazan. Ey sınıfdaşlarım, qara qoshlarım, yoshlikni eslasam, ko'zlarda yoshlarim, g'o'r yoshlik paytlari, sho'xlikni qo'ymadik, sınıfdaşlarım, yoshlikka to'ymadik. Qaydasan sınıfdaş, esladim, yig'ladim, sevgimni sog'inib, bag'rimni tig'ladim. G'o'r yoshlik chog'larim o'tdi-da, ketdi-da, partadosh sarvinoz ilk sevgim edi-da. Ey sınıfdoshlarim, qora qoshlarim, yoshlikni eslasam, ko'zlarda yoshlarim. Yillar o'tsa ham ko'zlarimdan vaqtlar o'tgan sayin qilarkanda alam. Yurakda gaplarim to'ldi-da, toshdi-da, sinf to'planib
yurgan aştıda. Bu sınıf legenda davrida zor edi. Dostlarım beazar, beg'ubar g'o'r edi. Sınıfdaş jo'ralar oqibat ketmasin. Do'stlar didoriga hech ham ko'z tegmasin. Ey sinfdoshlarim, qora qoshlarim, yoshlikni eslasam ko'zlarda yoshlarim. Ey sinfdoshlarim, qora qoshlarim, yoshlikni eslasam ko'zlarda yoshlarim. Niye
Şunun ayısında gözüm keşke elimde. Her bir Mana ne var bak. Yer olsa bir Allah'a yer olsa bir hazır ötken ketken dayısı bu ağamızı bir başlap verseniz. Оқығанды қачайдан мен сіздерге дуа қылайын болды. Қача жашырақ мұғалім болды. Ал енді мен тұрғап тұра алмаймын, отырмын. Үзір балалар, сыйламады демем бірақ. Amin. Bereket versin, çok versin, yesesin, Allah'ın özü getirsin. Kudayım toy tamaşa vakti koşuluk, amanşılık buğay. Bunda 40 yıllık yubileyleriniz kutlu olsun. Amanşılık beni jetire birgey. Koşuluk Allah'ınız beni koşa karayip jürgeysler. Ömür yaşlarınız uzak olsun, cümüşlarınızda tabış olsun. Mertebeniz bundan belent olsun. Allah'ım her yılı şu gününüz bayram bolup ötsün. Genelde 40 yıllıklardan oturup özleriniz kelasın. Ağız bişiriniz mekkan olsun. Mineki kanday, tavuk ağanday bolayıp tavışıp atırsılar. Külgeden ayırmagay. Bizlerimizden adarsın, külgeden ayırmagay. Yaxşı günde toyda türevergeysler. Ne bir yer müstakillığımızın 34 yıllık bayramı da kutlu olsun. Bayramdan bayramda baş esen balıkın Allah'ta her yıl anlaşılır. Harakatçılık boğay, narımız köp boğay. Dikancılığımızdan dikanların dikancılığının bol boğaydır. Aktalarımız hem dolu yiyip taşıp Allah'ın bir arzuda emreyle bolayıp türevergeysler. Allah'ın hemen iskemler bizleri silah şakırıp otursunlar. Neşe yıllarda bir görüp atırız. Kudayım şu her yılı toylarda, yaxşı günlerde korup hemmemiz. Alayım bunu. Kaçak, azrak, bunlarsan yakın. Çok olmasın. Vakıtlı boğaysılar, bağlarımızdan, kızlarımızdan rahatını korun. Şimdi hemmemizin mektep tiktirgenizden bir katıl olmadığıydı. Hemmemizin kızlarımızı çıkarıp, bağlarımızdan ilendirip, aktık, korup otursunlar. Ben yerimiz şoğlup korup, vakıtlı, semiye bulup hemen şurada oturgaysılar. Bizlerde kızlar, bağlar, bilekeysiler bizlerde hemen bizi silap çakırıp otursunlar. Sizlerden Allah'tan Allah'ın silahı. Niyetiniz olsa niyetleriniz geçeceğiz. Ben bazen Kudayım koşkalarınızdan koşa kardayım, bu kızlarınızın rahatını tindeyip korun. Buna bizler endi hacı analar, güzelimizin muhallimlerdeki güzelimizin işinizlerden, turtomuzdan çakırıp otursunlar. Kudayım sizlerden hep arasında koşkalarınızdan koşa kardayıp, sizlerden hep arasında hacı, bağlar, hacı ata, gelinler, kızlar, hacı anam babasılar. Bizlerden yolumuz versin, yaşımız versin, bizlerden şunday silip, çakırıp, bunday hürmet edip otursunlar. Sizlerden, bizlerden kanday silerseniz, sizlerden bağlar çağırırsanız şunday silersiniz. Bizlerden bağlarımız kanday silip oturması, sizlerden bağlar şunday silersiniz. Bağlı olun, ömrümüz uzak olsun, emrinizden, fertlerlerimiz uzak olsun. Yaxşı günlerde görüşüp hem namsa nasip etsin. Organizatörler, bir kişiye de 30 yıllık bayram oldu, bunlardan Lukska barıp oturup geldik. Çıkanlarına, bağlarına, 78 yıl oldu. Şimdi bunu kesilerin 40 yıllarımız. Bunlar 40 yıllıklarımız kutlu olay. Bir 40 yıllık olsa, 2-3 40 yıllıklarımızda oldu. Böyle bağlar. Hem sağ, aman olun. Bağlarınızın elinde sağ olun. Bağlarınız sizlerin elinizde sağ olsun. Şimdi rahmet organizatörlerine bunda yetip hemmemizde ağzımızı biriktirip, cinap,
40 yıllık ötküzme diye aytarken, ne diye oturarken, qanday oturarken bizim organizatorlar qattiq o'ylanadi. Xudoyim rahmat bularga, organizatorlarga. Hamma vaqt shunday og'izbichiklaringiz maktab bo'lsin, hamma vaqt to'ylaringizga, marakalaringizga, bolalar, qizlar hammasi qatnashib yurasiz. Rahmat hammasiga siyla Bir muğanı ondan çıkmak bilesizmi? Her muğan, her şapasını azak vakit gittiniz. Isınıpa azak vakit gitti. Bitirdiniz yani. Şuna göre her muğan. Her şapa şu başta bırakmayın. Kollarımızga uçkun uçlar jazdırıp, verip cüretleydiniz. Şu yanında da mı? Benim yolum cüretleydiniz. Buna üçgen birden men tayarladım özüm. Namazga da çıktım. Allah'ın uyun bir barıp gelem dep şu tilek her ne vaqt dua kılıp Allah'ın beni şu aşık barıp geldi şu. Ben oğlandım kuvançlıyım. Ağılımızda Hamza kalkımızın şu mene yerinde bir 11 mi 13 mi haşı olduk bizler şuran kuvanımdan ben. Adam bir özüm kıyım ekendim. Adam mınalar menen birge yapıp шығып атырman. Үйден отырып деген bir adam. Sağ olun, oturan olmuş olmagay, yolun süreçe dua kılıp, baylar, yaşlarga, bağlarga, endi Müslümanlar bir örnek, Үйден көріп қайтқайсыздар. nasip etti, yollarımızı böyle kadar bize. Тіләгім сіздердің. Bizler muğallim her bir отырышта тойдық қой енді пенсияға шыққаннан кейін. Şu мектепте қайсы бала қандай жұмыс істеп жатыр, қандай тәртіптіліп жүріпті, айлалары қандай. Hamma уақыт шусыз болады, сөйлешеді алайды да. Söyleşesiniz. Адам сөйлешеміз. Der neyinde bulat da adam etibarında. Азыран бір затты айтамыз біздер не? Біздердің уақытымызда таяқ деген жоқ еді. Yok öyle. Біздер мың қатылы шүкір дейміз. Фундамент yaxşı болып салынса, жай қандай болып тұрады. Шундай дейміз. Қандай қазір начальный класста yaxşı білім алған балаларымыз қанша yaxşı оқуларда, оқып жұмыстарда істеп жатыр. Bizler көріп қуанамыз şunu. Şu sizlerin mehnetiniz, sizlerin terbiyeniz, mehnetiniz. Оқытқан оқушыларымыз барлығы жоғары мәліматы болып шығып жатыр да көплері да. Şu уақытта қазір неден пенсияға шыққанымызға да бір қанша уақыт болды ғой енді. Бұның аяғында оқыды, институтта оқыды. Мұның райондарда басқа қанша мәртебелерге нелерге. Біздер шоға қуанамыз, бір бала шындай жұмысқа өтіпті, шындай ретіне қылсына, әлішер неге бұлерді азаматтарымыз мінеге Тақенташ районының малия басшылығы. Өйтіп тұрып мұңыратымыз болса, оқушыларымыз. Bizler şularga қуанып жүреміз. Biz неге барсам мен отырмайман деймін, жүргізбеймін. Өзімнің оқушыларым менің ішлеп жатыр. Minnetinizin yeri o. Bir sizden bir ötken gittiğiniz doğru verin. Taktiğe verin. Aytın. Ayttım, siz aytın, sizin жолыңыз Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ya Rabbana. Bugungi boshlanayotgan xayrli ishlarni Alloh o'zing o'rnidan qilmaysan. Bu xayrli tadbirga sababchi bo'layotgan bu akalarimiz, ayaqalarimizni Alloh hamisha o'z himoyasida aman saqlag'aysan. Shu ustozlarimizni hurmat etib, hammamizni o'qitgan ustozlarimiz bular. Aldığımızda aman boğay, ustazlarımız aldığımızda başkaşlık cürebilgey. Kalplerimizdeki yaxşı niyet, muradı maqsadlarımız Allah afzallarinden bergey. Yine trenin kuvançı bu turan vaxtında ötkenlerde mesleğin haqlarına dua kılıdı, niyet kılıp tanıken Allah Teala bu hayırlı işlerini, acır savabını Allah ziyade kılıp ötkenlerde Allah rahmetine algay. Trelerden Allah ömrü yaşlarını uzak kılgay. Ehli ailesinde hamisha Allah yaxşı günlerde ko'rib, baxtli, saodatli umr o'tkazuvdi Allah o'zi nasib etgan.
Meydan koyular oturayım. Yaxshimsan qilaman, hammasi. Ruslan'a da bir rukovodитель болдыңыз. Endi жаңа Shukurjon bir gap aytib ketdi. Endi har muallim o'qitdi, начальныйda. Men yig'lab seni. Direktorimiz al seni o'qitasan, nega yaxshiysan ketaverasan, borasan. Men ham 2-klassda o'qitdim bular. Şunu aytacak oldun da mı? Shuni aytajaq bo'ldim, tushundim. Ava. Vaqtda Shukurjonim bor edi, sonra qaravida. Endi Yeni çıkarsa ne bayram mı? Ah, Yeni çıkarsa bayram mı? yaxshi boshlayotgan mana ishlarimiz Xudoy mana o'g'lona bo'lay. Hamma vaqt shunday bo'lib, avzbirchilikda jinalib, har yoqdan mana qanday kelib o'tiribsizlar. Savlat to'g'ri. Xudoyim hamma vaqt shunday kunlarga yetkaza bilgay. Semyalaringizdan men baxt tilayman. O'stirayotgan qizlarimizning rohatini Jubayimiz bilan tengday ko'ringlar. Xudoyim aytib, bizlarning o'zimizda ba'zi kunlar teatrdan ekansizlar. Ular chiqamiz aytganday sizlardan shunday ulug'vor kunlarga yetuimizga tilakdoshman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qisqacha Tilshi aytsa Vallahi mana bugungi avvalambor bayramlarimiz qutlu muborak bo'lsin. Bayramlarga mana kechinalib o'tirgan ekansizlar. 10 yil maktabda balalik vaqtini qaytib o'ynab, kulib, jirgan bo'lsangiz shularni eslab, shularni sog'inib, shularni eslab, bir-birimizning hozir balalarimizga qaytib o'tiribsizlar. Shu bahanada 40 yil deganda meniki shu kunlarga yetkazganidan shukur. Meniki biz muallimlar endi siylab chaqirgan ekansizlar, meniki ko'p tilaklar aytilyapti, qabul bo'lmaydi. Biz muallimlarning insonning kelajakda bir hayotda o'z o'rnini topib, so'lmay, bir yaxshi bo'lib, o'zlarining kelajakdagi o'rnini topib, o'zlarini to'g'ri yo'l qolib, bir maslahat beramiz, shularni uyratamiz, qo'limizdan kelgancha sizlarni hayotda aylaningizda. Nega maktabni bitirdingizlar, hayotda ta'lim bo'lish maktabdan chiqqan bo'lsangiz, mana qaysi Xudoga ming qancha shukur. Har qaysingiz bir oilalar, shirin farzandlarimiz bor. Hammamiz hayotda o'rnlarimizda tavliq bir-birini sevgan shukur ailalarga baxtlisizlar. Ham hammani ko'ryapsizlar, shularga chekirganidan shukur. Demak, sizlar baxtli bo'lib, sizlar hayotda o'z o'rningizni topib ketsangiz, biz muallimlar oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishgan bo'lamiz, bolam. Xudoyim hamisha hayotda alga qadam tashlab, ne o'ylagan niyatlarimiz bo'lsa, ne orzularimiz bo'lsa, shularga yetishib, mas'ul chiqargaysizlar. Mana o'tirishmalarimiz bardavom bo'lg'ay. Tez-tez 10 yilda emas, tez-tez uchrashib, diydorlashib, bir-birimiz bilan qatnashib, yuruvlarimizni tilayman, bolam. Og'irchiliklarimiz mahkam bo'lg'ay, din sog'lik bergay Alloh taolo. Dinlarimiz sog', vaqtlarimiz xo'sh bo'lib, hamisha yaxshi kunlarda shunday uchrashib yurmoqlarimizga nasib etgay. Bolam qatarimizning oldi bo'lgaysizlar, martabalarimiz bilan baland bo'lib, ul qizlarimizning rohatin, baxtin, kamolin ko'rib yurib, shu farzandlarimiz bilan faxrlanib yurishimizga nasib etgay. Dinlarimiz sog' bo'lg'ay, vaqtlarimiz xo'sh bo'lg'ay. Tez-tez yetib, her yıl uchrashib o'zlarimizga nasib etgay. Sog'liqda ko'rishgaymiz bolam. Ne degan deydilar nasib bilan. Bo'lmasa biz ko'zga tushgan vaqtda odamning mehrim shuning uchun aytadi, Diydor nima? Diydor mehrim ko'zda. Ko'rgan vaqtda mehrimiz oshadi. Misol hammamiz Xudoga muntazir ko'rgan yerda hurmatimizda joyingda qo'yasizlar, so'rashasizlar. Qo'lingizdan kelgancha hurmat qilasizlar. Ming qatla rahmat. Shunday farzandlarimiz bor bo'lganlar, shunday shogirdlarimiz bor bo'lganlar hamisha faxrlanadi. Aramızdan ketip kalmış azamat çelik. Sonra bir Kur'an sana tavsiye Sonra bir Kur'an okusa kalem burası. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi
وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avvalambor ustozlarimiz Alloh umr yaşam uzoq qilsin. Aytmoqchi bo'lgan narsam sizlarning ustozimiz davomi sifatida bizlardan o'qitib o'tdi. O'sha yerda o'tirgan alifboda bismillahdan tanitgan harfdan boshlab alfabetni o'rgatgan Mariya muallimimiz o'tiribdi-da, to'g'rilanib ketdik-da. Uning izini davomi sifatida Guliston opamiz klassrumimizda etdi. Qanday sohada bo'lishimizdan qat'iy nazar, hammamiz har sohada yuribmiz. Bizlar diniy sohada, sizlar boshqa turli sohalarda bo'lsangiz, hamma sohaning boshida shularning birinchi alfabetni o'rgatgan xizmatlari bo'lganda savoqlab turadi shu narsaga. Savoqlab turadi shu ustozlik kasbi, ulqon kasb. Bizlar o'zlarimiz arabcha o'qisak ham, arabcha ko'p kitoblarda o'qisak ham, Qur'on o'qisak ham, boshqa arabiy kitoblarda o'qisak ham, baribir ma'nosini o'zimizning kiril harfida o'rganamiz. Bundan desa bo'ladi. Shuning uchun sizlarning o'qigan yoshlar, men o'zim qatqa chiqqan bo'lsa, masalan, qatqa o'qigan bo'lsa, sizlar bitirganingizda qizib bo'lganmisiz, juda alhamdulillah, yanada Alloh umr yoshlarni uzoq qilsin. Sizlar ko'p nega maslahatchi sifatida endi farzandlaringizga, avliylarga ma'lum darajada gap so'zimiz ta'sirimizni o'tkazadigan darajada mavqega ega bo'lgan yoshga yetibsizda. Alloh taolo nasib qilib shu yoshga. Endi sizlardan iltimosimiz, men hozir ustozlarni ko'rib turoqlar qismini olib ketdim. Asli xabar olib turishimiz kerak. Biroq shu juda xabar ololmasak ham ustozlarning mehnatini farzandlarimizga aytishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak-da. Shularni ko'rgan yerda arasında xabar arasında ko'rgan yerda bo'lsa, shu hurmat izzatimizni qo'ymamiz kerak. Qattiq siylab shuni farzandlarimizga yetkazishimiz kerak-da. Sizlar albatta siylab chaqirgansiz. Biroq keyingi avlodga shu zotlarni yetkazdik deyapman-da. Qattiq quvonib ketdik. Biroq shuni keyingi avlodga yetkazsak, inshaalloh sabab ustozlarning xizmati juda ulg'on. Qo'ldan qo'l O'zbekistonda 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni deb turib belgilayotgan yo'q. Prezidentimizning ham mana shuncha ustozlarga bo'lgan e'tibori qo'ldan qo'l emas. Hamma sohada xizmat qilayotgan har bir odamning asl negizida shu ustozlarimizning xizmatidir. Shu bularga cheksiz ko'pincha inshaalloh maqsadga muvofiq. Ham o'tganlarda eslab shunday bir tirila bor, qo'shilgan vaqtda o'tganlardan haqqini duo qilib niyat qilayotgan ekansiz. Juda ulg'on amal. Juda ulg'on amal. Inshaalloh Rasul Qur'on tilovat qiling. Yaxshi. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma arhamna bil Qur'anil azim. Waj'alhu lana hujjatan ya robbil alamin. Allohumma hdina bi hidayatil Qur'an. واشفع صدورنا بشفاعة القرآن العظيم يا ربنا. وقلغان آيات كريمة لار ختم القرآن لارد الله قبول كيسان يا ربي. دعاء قلجاي بطان حربرمز أهل جماعتمزن آدمنان أولا بار حضرت پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وقلرنا وزات شريفن أهل آيلالر صحابي كراملر أهل پیغمبرلر أهل عزيز أولياءلر Mu'minun, mu'minat, muslimin, muslimat, yel xalqimiz ag'ayin turishgan, xususan shu jamoatimizdan umid etgan Uzoqboy o'g'li Sarsenboy og'amizning ruhbonlaridan, Avazxon o'g'li Hamza akamizning ruhbonlaridan, Yaqubboy o'g'li Nasibboy og'amizning ruhbonlaridan ya Robbi, Qur'oni Karim bilan munawvar aynan ruhlarni joylar jannatlarga Allah o'zi mag'firat etsin. O'zining rahmatiga payg'ambar alayhissalom shafoatlarini Alloh o'zi nasib etsin ya Robbi. Duo tilaklarimizni qabul etsin ya Robbi. O'zingning kaloming Qur'oni Karim haqqi hurmatidan tirilarning Alloh umr yoshlarini uzoq qilg'aysan. Hamisha Alloh shu farzandlarining, ahli oilalarining oldida salomatligini berib, sog'lig'ini berib, hamisha Alloh yaxshi kunlarni nasib etsin. Shu ustozlarimizning Alloh umr yoshlarini uzoq qilg'aysan. Hamisha oldimizda duo qo'yamiz, bugün Alloh o'zi nasib etsin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا Kapan mı? Sen bir hadi yanında. Pazar bu, buraya koşup gitken, pazar bu bizim ayıp bir ara. Ya pazar bu, buraya koşup gitken, buraya da yaşayan, üşüne koşup gitken, üşüne bakın. Mesela siz bilesiniz mi? Ben göreyim bu bir de. Pazar bu, üçüncü klasında küçük bitkenler, üçüncü klasında. Hadi gitme. Al söz tebrik ederim buna. Hamza Mektep'tin direktörü Avaş Cumarat'tan veririz. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Mana bir bugun maktabda bitirganingizga 40 yillik bo'lgan ekan. Shu tantana sabab sizlar jinoyat qilgan ekansizlar. Birinchi o'chirda men sizlarni o'qitgan ustozlarga rahmat aytamiz. Ya'ni bularni o'qitmadim. Zo'rdan sog'lik tilaymiz. Hamma vaqt sog' salomat juraveringlar, yaxshi kunlarda ko'rishni nasib etaversin. Sizlarga da qutlug' bo'lsin ta bir marta. Buni bir uyushtiruv maqsad emas uni. Qattiq qiyin narsa men o'zimdan boshimdan o'tganda buni organizatormanda klassda meni. Biroq endi shuncha odam jinoyatda baribir qutlug' bo'lsin ta bir marta. Yaxshi kunlarda 50 yilliklarda, 60-70 yilliklarda hammamiz tugal ko'rishib yurib nasib etaversin. Rahmat hammangizga. Al endi ustozlar şu klasımız bilen bir mektepte bir sovg'a qoldirdik deb edik. Klasimizin atidan mektepga Murat ben organizatör qilib yurgan hammamiz shahar. Buni ulkanlar bo'lamiz. Endi bu sirtdan kelgan odam bo'lsa bir yo'g'idimni bo'lib turibsiz söyleyeyim. Hammangizga kelganingizga rahmat. Uylaringizda baxt bo'lsin. Yana aytganday yana 50, 60, 70 yillarda uchrasa beraylik. Ustozlarga ulkan rahmat. Bizlar shunday odam bo'lishlarga Vоспитание bergan, birimiz anaqda, birimiz miyatda jurnal bugün hep jinoyat keldik. Maktabimizga da kun baxt bo'laversin, maktabimiz jaynaversin. Vatanimiz, yerimiz baxtli bo'lsin hamma vaqtda. Shunday jasur kunlarda uchrasa beraylik. Gulmurat qayda? Organizator bizlardan. Təbriklaymiz şuna 40 yıl bo'libdi mana bitirganimizga bir zamonda. Bizlar yil ko'nimiz yosh, yetib 40 yil bo'lganda emas. Kelib mana bir turli bo'lyapmiz-da, maktabga mana hammani ko'rib, doim shu sog' bo'lib jirgaysizlar hammamiz. Yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etgay hammamizga. Shuna hammamizga shunday yaxshi kunlarda 50 yillik, 60 yilliklarga yetirmak nasib etgay. Mana shuncha yo'ldan kelibdim-da, orzu bilan kelibdim-da safarga ketdim. Klas 100% keldi. Mana bunlarda kelyapti-da, bizlar maqtan. Hammamizga shu yaxshi kunlarda uchrashmoq, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Şunday yaxshi kunlarda uchrashabilmak nasib etsin hammamizga. Bu yoqda beruniyalar. Beruniyan bor. Beruniyan
Ustozlar sizlar kengashga rahmat. Shu elimiz tamam bolinglar. Yaşınızı versin. Sizler shunday tarbiyalamaganda bizler bu dereceye yetmez edik. Hammangizga shu buna 40 yillik yubileylar qutlug' bo'laversin. Yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib etsin. Vaqtimiz tamam bolinglar. Hammangiz uchun yaxshi kunlar ko'p bo'laversin. Birga o'tirib, sizbek vaqtida bir paytiyamizni olib qolsak, qalay ko'rasizlar? Rahmet, bize şu yerine kalabilirim, kalabilirim. O'tirasiz. Bir çay içip, Kırgızlarla görüşüp atsız. Yarım saat otur. Yürüm. Bürüm günde şakırsan sen bana bir. Al vardık onda, al vardık. Sizlerin sözlüsünden şeyden bir oyuncusun sen. Rahmet vallahi.